alaykum zal bugun. Assalomu alaykumlar bugun. Assalomu alaykum hey balkonga tashrifda kimlar bugun. Karantin o'tdi soq qoldik, privivka olmaganlar oz qoldik. Nelar o'tdi bu boshimizdan yana kulguga xos qoldik. Qaramay saramay kun yozaman kuplet yordamda abrakadabra. Birinchi konsert sizlarni ko'rgandan xursandman baribir. Sabr qilib o'tirasiz, bugun men gapiraman yangisidan bor kuldirib qotiraman. Bugun doktor man sahnada ustiga rep aytishni ham bilaman. Elmurodda bugun mikrofon, oldi qatorda to'la iPhone. Siz salomatligingizni bilib ayting, yana ko'talarni hurmat qilib ayting. Bilaman sinamay sanamada tanomada taronam taraganda qaraman axir mana tanoganda mana kulgu yana konsert qilaman tezligim kayfu. Man bilaman man bo'laman chet el repini ortda qoldiraman yana man yuraman man siramasdan ayta olaman ham bitta nafasda. Man bilaman maqtanaman bilaman kuldirishni vaqtinaman. Kimlar yana mana tengimmas, yengil nomi kafem yengilmas. Kulminatsion nuqtasiga yetib keldik. Tayyormisizlar? Birgalikda ketdik. Mamani Elmurodman. Mamani Elmurodman. Elmurodman. Ko'zimga yosh keldi, to'g'risi. Bilasizlarmi nimaga? Bu tutunni o'chiringlar, Menimcha bu tutadigan apparat yo kimdir tuzatgan buni, yoki buzilib qolgan. Nima ko'zni yoshartirar ekan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar aziz mehmonlar, otajonlar, onalar, aka-uka, opa-singillar, hammalaringizga xush kelibsizlar deymiz. Kichkinagina mehnatimizni e'tiborsiz qoldirmasdan yaxshi niyatda kelganlaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Juda ham xursandman. Xush kelibsizlar. Endi to'g'risini aytaman. Birinchi konsert xalqlar do'stligida hayajon bo'ladi, to'g'rimi? Hayajon bo'ladi, qo'rquv bo'ladi, sir bosadi sizlarni. Qo'rqmanglar. 3 soatlik konsert 2 soatda tugaydi, sabr qilsalaringiz. To'g'risi. Men ham viloyatdan keldim mana shu konsert. Qanaqa bo'larkin bu konsertni, to'g'risi. Qo'rqmanglar. Endi ichlaringizda baribir birinchi marta kirayotganlar bor. Mana hali ham joy topilgani yo'q. Birinchi marta kirayotganlar sizlar do'dirab, nima qilsa bo'la qatida kulish kerak deb yon atrofga qaranglar. Hazilda tushunadigan, tajribali, yumorni seza oladigan tajribali insonlar bor, to'g'rimi? Bor-a, hazilda tushunadiganlar. Shu o'rgatinglar mana birinchi marta kirayotganlarga mana. Nechida kelish kerak? O'rgatinglar-a. Tur yo'qol demasdan. Akalar, iltimos, o'rgatinglar. To'g'ri, birinchi marta kirayotganlar, bu tajribali akalar ham to'g'ri vaqt konsertlarda va deb kulmagan. Oldin Qivizaga borib ko'rgan. Bitta qiziqchilar konsertiga kirib ko'rgan. Ketdiki, Maksimumga kirgan, Millionga kirgan, Bravoga kirgan, Dizaynga kirgan, keyin tushunishgan. Bo'ldi, menimcha tajribamiz bor. Biz endi eng kuchli qiziqchini hazilini ham tushunamiz. Kulolamiz deb kelishgan. Men sizlarga aytyapman-ku, agar sizlar Million, Bravo, Dizaynni hazillarini tushunib kula olsalaringiz, sizlar o'sha bakalavr diplomlaringiz bor. Ish qidirsalaringiz bo'laveradi. Endi meni hazillarimni tushunib kula olsalaringiz, o'sha magistersizlar. Ularni konsertda kulishlaringiz shart emas. Chiqib o'sha kuldirsalaringiz ham bo'laveradi. Shu. Endi men to'g'risini aytaman, yangilar uchun bitta nima qilib olamiz? Belgi.
Kim bor? Kim hazilni zo'r tushunadi? Mana shu tomonda kim bor? Kim? Kim? Turing aka. Turing, qo'rqmang. Mana shu aka, qarang, hazil tushunasiz. Yangilar, birinchi marta kirayotganlar, shu aka turdimi, bu kulaverasizlar. Belgi, otingiz nima? Ikromjon. Qarang. Hazillik bo'lgan, kulguli joyida shu turasiz, kelishdiga. Boshqa to'g'ri oson bo'lmaydi. Har 30 sekundda o'tirib turib. Prizdaniya qiladigan joylari bor. Yotib olib quloqdan jimaniya qilyapti. Buni miyani press qiladigan joylari bor. Chides, kelishdiga. Bo'ldi, o'tiravering. Duxingizga bas, stolga. Kelishdiga. Hamma yangilar mana shu tomonga qarab turaverasizlar. Bu endi o'zimizniki, bu repetitsiyalar kelib yurardi. E'tibor bermanglar. Joyida baqirdi. Shatta baqirasan degandim, qarang. Kelishdiga, qaranglar. Yo, buni qo'shiqchilar chiqqanda aytasizlar. Bu beparosat kelmaganda repetitsiyalarga. Bo'larada, tayyorsizlar, maza qilamiz bugun. Menga Instagramda podpiska tashlaganlar bormi? YouTube'da tashlaganlar bormi? TikTok'da tashlaganlar. Endi to'ylarda, ko'cha-kuylarda tashlaganlar bormi menga? Axranalar, mashlar tanib olinglar. Yo'q, ustoz, bular konsertda ham tashlashi mumkin-da. Asabga tegadigan, men tushunmayman. Kulmay o'tiradigan odamlar bor-ku. Qiziqchini konsertiga kelib kulmay o'tiradigan odamlar umuman tushunmayman. Qarang, uzoqdan yo'l kira sarf qilib keladi, vaqt sarflaydi, pulga bilet sotib olib, qiziqchini konsertiga kirib kulmay o'tirishlik bu xuddi ana hojatxonaga kirib hech narsa qilmay suvni prosta bosib chiqib ketadi. Ha? Suvni isrof qilib. Kulaverish kerak. Kulgi bari yaxshi narsa, to'g'rimi aka? Kul. Men masalan suvdan yo gazdan, musirdan kelganmi yo'q. Bemalol o'tiringlar. Iltimos, maza qilib o'tiringlar, kulib. Sizlar kulmasalaringiz, hozir chiqqanlaringizda biletchilar, aka kulmabsiz, biletingiz pulini qaytarib oling demaydi. Yo bo'lmasam, "To'yoq, qizimni bermayman senga, Elmurod konsertda kulib o'rgansan" ham demaydi. Kulib o'tiringlar. Mana akam. Qarang, bitada tortadi, kulgi yuqumli kasallikda kulgi, tabassum shunaqa narsa. Ismingiz nima, qayerdan aka? Quvadan, ismingiz? Siz o'zi doim shunday kulib yurasizmi yo kuladigan bo'lib kirganmiz? Akam mencha kirishdan oldin kulib olgan hattodir. Ha? Menimcha men topayman, ana quvvat perivaldan o'tdingiz, menimcha derazani aynigini ochib kelgansiz. Chunki ko'zlaringiz qizarib yotibdi-da. Bitta gap aytaymi? Mana shu odamga hozir umuman qiziqchini kimligi ham farqi yo'q. Luboy odam chiqib gazetani yirtsa ham kulaveradi. Ishonasizlarmi? Men shunaqa saysdan edi. Akam prosta 2 soat kulsa bo'ldi. Chiqib ketsam ham kulaveradi, men qarang. Mazgi. Shadimmi mazgi? Kulib turinglar, kulinglar. Kulaverish kerak. To'g'rimi aka? Kulib turgan odamga hammani qaragisi keladi. Endi mana bolachalar baqiryapti. Men iltimos qilgan bo'lardim, konsertga xalaqit bermaslik uchun shu bolachalar, jijilar, chaqaloqlar og'zini band qilib qo'ysalaringiz. Yo, to'g'ri, konsert ham tinch o'tadi, bolam qonni ham to'yapti. Ki konsertning nomi yengil. Yengil bo'lib chiqib ketasizlar. Akadan tashqari. Mazgi turing.
Siz hazil tushunaman desa o'tiring. Kerakli joyda turavering.